Ha, mayliqqa nim qilmay qo'ymayman degan ambulator shumi? Ha, shu. Doktorchi ondan. Ha, bizning Oqbosh professor ishida kesal ko'radi. Ha. Menda tutib qo'yaymansa. Ha, kiring. Ha, o'tir. Baysal aldirashib qoldim. Xo'sh. Xo'sh. Men hozir chidim. Ya, marhamat. Kirib bo'ldim. Nima ish bo'ldi? Ya mana nima? Men xalqdan anglasam sizni bek dangliq saqaytmay qo'ymayman deb bir ambulator ochdi dedi. Shunga izlab kelgandim, sizni bek tas topdim. Ambulator degan bir teshik oldigan sizlar uyda ekan. Bizning mana maxfiy retsept uydan teshib taqalmaydi. Shu ajoyib maxfiy. Nima ish olgansiz? Men ama o'pkamga sovuq o'tkazibga doktor aytdi chaqib qol chay. Qol chay. Ha. Men o'pkamga sovuq o'tkazib dedi. Shu qo'shlardan anglasam sizda bir payz bir ispat degan teshik kelgandim. Men buni bir qarabli bilib oldim, qarang. Ay aman. Sizning badningizni yomon sovuq et ketibdi-ku. Siz qaytib bilan bachik sho'rpisi, qirg'avul sho'rpisi, karkidan tuxumi, yerlik tuxum deganlarni pulga selib ham yeb. Uning keyin polo, larman degan ajoyib qo'ro, o'pisi, pochoq, kavob deganlarni bis yeb-turan. 5 kunlik kezdiram meni. Boshlanib men 5 kunlik kezdayman. Nos men may. Ma'qul. Xo'sh. Ma chay qoldi. Qo'rq qol. Voyjon. Voy doktor. Voy gap qilmang. Men siz degandeklam shu vaqt tamoqqa kalla paqalchoq polo samsa issiqliklam qildim. O'pki degan qo'y kuchli hozir. Arsh bataratorning ichki amirini pulab yervetli bo'lib ketdim. Amliki ma badan bir ufgandek jaqildab og'rib ketib bordi. Qo'rqoq dapsiz. Mana dars. Ding şansalımız qadek hesaplaşışımız şıp deb qo'yib turdi. U o'tganligini davolayolmayman. Lekin men qo'rqoqdigandan o'xshaydigan narsa bor. Anan. Baba aynı pishgan. Aynı pishgan davolayman. Lekin qo'rqoqdan aynı pishgan bo'lsak, mana bir ish qadek hesap bor.